Qum soatdagi chiroyli qumni pastga tushishini tomosha qilish hamma uchun qiziqarli ko'rinsa kerak. Qum soatini bir hayotimizni jarayoni deb qaraydigan bo'lsak, bu bizni yashab o'tgan umrimiz va tepada esa kelajakimiz. Ba'zida insonlar biram o'tmishda yashaydi, hayotdagi muammolari, azob-uqubatlarni eslab yoki bo'lmasam kelajakda hali bo'lmagan narsalar uchun xavotirda yashaydi. Aslida biz qayerda yashashimiz kerak? Mana bu joyda, ya'ni hozir va shu yerda. Insonning hayoti hozir va shu yerda. Agar siz hozir va shu yerda baxtni his qilib yashashni o'rgansangiz, hayotingiz ancha mazmunli ekanligini tushunasiz va hayotingizda har kuni hozir va shu yerda xursandchiliklar davomli tarzda bo'lishni boshlaydi.